Bir insonni sevasan, hech kimga bermagan, ochmagan yuragingni topshirasan. U ham go'yo sevadigandek rol o'ynaydi. Hatto rashk qilib qizg'anib qo'yadi. Va asta-sekin telefonlar qilish kamayadi. SMS ga esa qisqagina ha, yo'q, bilmayman degan SMS kelishi boshlaydi. Va telefon qilsang, tez-tez ajdaniga tushishi boshlaysan. Kim desang, o'rtog'im, qarindoshim, ota-onam deb aldaydi. Skrin jo'nat desang, urush boshlaydi. Chunki ajdaniyada etgan odam bo'lmagan bo'ladi. Birinchi topgan gapi menga ishonmayapsizmidan boshlab xayr bilan tugatdi, baribir skrinshot jo'natmaydi. Vaqtdan yutadi. Eng og'ir holati shu. Chunki sevasan, tashab ketging kelmaydi. Birga bo'lging keladi. Lekin u shayton boshqasiga qanaqa senga mehr bergan bo'lsa, xuddi shunaqa mehr berayotgan bo'ladi. Rosa qiyin holat-a, tushunaman. Men ketaman sendan uzoqqa, holingni deb so'ra